Tasavvur qiling, osh qilmoqchisiz, retseptni 100% bilasiz, nima masalliqlar olishni ham bilasiz, hammasini olib keldingiz, faqat nimadan keyin nima solishni bilmaysiz. Osh qildingiz. Masalan, birinchi deylik guruch soldingiz, keyin sabzini soldingiz, keyin go'sht soldingiz. Ya'ni pala-parcha qilib tashladingiz va oxirida sizda osh tayyor bo'ldi. Qanaqa osh chiqqan bo'lardi? Xuddi biz yaxshi ko'radigandek osh chiqqanmi yoki boshqachami? Ya'ni sizda bilim bo'lishi mumkin. Siz hammasini bilasiz, instrumentlarni bilasiz, faqat ketma-ketligini bilmasangiz, o'zingiz xohlagan natijaga hech qachon chiqa olmaysiz. Biza marketingda aynan shu narsa bo'yicha ancha yillardan beri ishlab kelyapmiz, ya'ni produkt ustida va aynan nimadan keyin nimani qilsak, bizada o'zimiz xohlagandek natija bo'ladi. Aynan shu bo'yicha roadmap tuzib chiqamiz va bugun sizlarga shu roadmap bo'yicha xudo xolasa ketma-ketlikni beramiz. Agar siz ham strategik va performance marketing bo'yicha xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, bu roadmap sizga %100 xudo xolasa to'g'ri keladi. Loyiha olganimizdan keyin birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa ushbu loyihadan biza brief, ya'ni audit olishimiz. Bu yerda biza sotuv bo'limi, raqamlar, nechta sotuv bo'limida xodim bor, o'zi capacity istaydi, ya'ni o'zi nechta kunlik lidlarni obработка qila oladi va hozirgi skript qanaqa, shu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Marketing bo'yicha metrikalar va A nuqtani aniq qilib belgilab olamiz va eng asosiysi produktni o'rganib chiqamiz. Sababi marketingning asosiy vazifasi produkt ishlab chiqishda yordam beradi, uni sotishda yordam beradi va oxirida yana qayta sotuv bilan shug'ullanadi. Shuning uchun ham bizga produkt bu ham qadriyat jihatdan ham, chunki biz sotayotgan narsamizga ertaga javobgar bo'lamiz. Shuning uchun ham produkt qismini ham o'rganib chiqamiz. Ya'ni nima afzalliklari bor, produktning asosiy qismi nima, qo'shimcha qismlari, aynan nima uchun bu produkt sotib olish kerak va o'zimizni tushunmagan narsani ham ertaga birovlarga sotishimiz ham qiyin bo'ladi. Aynan audit qismida mana shu 3 ta tomonini ko'rib chiqamiz va mijozni A nuqtasini aniq qilib belgilab olamiz. Undan keyin o'sha marketing tadqiqotlarini boshlaymiz. Birinchi o'rinda KazDev qilamiz. KazDev ham asosan shu ikkita yo'nalishda qilinadi. Bu B2C va B2B, lekin ko'rasiz, agar sizda biznes model faqat B2C ga bo'ladigan bo'lsa, B2C ni, lekin biznes modelda bir necha yana boshqa bizneslar ham ishtirok etadigan bo'lsa, unda B2B dan ham KazDev qilish kerak. Odatda bu jarayonni tezlashtirish uchun B2C dan aprosnik, ya'ni so'rovnoma shaklida va B2B dan intervyu shaklida qilamiz, lekin bu holatdan kelib chiqib, produktni sotib olishdagi qanchalik o'ylaydi, mana shu narsalardan kelib chiqadi. Misol uchun deylik 1000 so'mlik yoki 5000 so'mlik tovar bo'ladigan bo'lsa, u yerda so'rovnoma orqali ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Lekin $1000 yoki $5000 tovar bo'ladigan bo'lsa, albatta B2C segmentdan ham intervyu ko'rinishida siz KazDev o'tkazishingiz kerak. Va KazDev o'tkazayotgan paytda biz yana bitta muhim metrikani o'lchab olamiz. Bu brand health tracking, ya'ni brendni sog'lomligi. Sababi, men sizga masalan bitta case aytaman. Siz zo'r marketingsiz, instrumentlarni zo'r bilasiz. Sizda misol uchun cheksiz даже budjet ham bo'lishi mumkin, lekin oqtepa lavashi bir oldingi holatini eslaydigan bo'lsangiz, esingizda bo'lsa, ozgina gigiyena bo'yicha muammolar bo'lgan va ulardan har xil hasharotlar chiqqan. Masalan, shunaqa paytda sizga shu kompaniyani marketingini beradigan bo'lsa, eng daho marketing bo'lsangiz ham, bu jarayon sizda 1 yil, 2 yil yoki 3 yillab brendni sog'lomlashtirish uchun ketadi. Ya'ni brend organizmda sog'lom va nosog'lom bo'lishi mumkin. Biz bitta loyiha bilan aynan brand health tracking bo'yicha ishlaganimizda NPS o'lchaganmiz va NPS tasavvur qilishingiz uchun -40% chiqqan. Endi o'zi odatda +40% dan baland bo'lsa yaxshi bo'ladi, lekin o'zi zo'r produktlarda bu 70, 75, 80, даже masalan bizning o'zimizning yaqinda mentorship bo'yicha o'tkazganimizda 95% NPS chiqdi. Va -40% chiqqan. Endi men o'zi ko'raman, bu loyiha bilan yangi sotuv qilib bo'lmaydi. Sababi biz hozir yangi sotuv qilsak, ular bizga ko'proq ziyon yetkazadi. Chunki produktni olgandan keyin endi u haqida boshqalarga ham yomonlashib boshlaydi va bizani har bitta qilgan 100 ta yangi sotuvimiz minglab boshqa potensial mijozlarni ham sovutib yuboradi. Shuning uchun biz keyin produkt ustida ishlashimiz kerakligini tushunib yetdik. Va top of mind ham o'lchab olamiz. Agar siz ushbu loyihada branding bo'yicha ham ishlayotgan bo'lsangiz, mijozlarni ongida birinchi bo'lib keladigan mahsulot yoki brendlarning ichida siz mahsulotingiz bormi? Bo'lsa necha foizni tashkil qiladi? Shu narsani ham o'lchab olishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin biz bozor tahlili qilamiz. Aynan shu research qismida bu yerda bozor ulushi, agar bu katta kompaniya bo'lsa, ya'ni siz kirayotgan kompaniya misol uchun taxminan deylik $100 million bozorga kiryapsiz va siz ishlagan kompaniya $100 million
qiladigan bo'lsa, unda bozor ulushini o'lchab o'tirish shart emas. Lekin masalan biz Crafers, Vero shunga o'xshagan katta kompaniyalar bilan ishlaymiz va bu kompaniyalar bozorni ancha-muncha ulushini egallab qo'yadi va har bitta ulushdagi harakat, kurash ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Shuning uchun ham biz bunaqa katta kompaniyalarda bozor ulushini aniqlaymiz va yana bitta muhim instrumentlardan va oxirgi paytlarda qaysidir ma'noda aktuallashib boryapti. Pesel tahlilini ham o'tkazamiz. Bu shu tashqi faktorlarni bizani biznesga ta'sirini o'rganib chiqamiz. Misol uchun, shu oxirgi paytlarda dollar kursini tushishi, bu ham narx politikasiga juda katta ta'sir qiladi yoki shu chegaralardagi muammolar. Misol uchun, yaqinda bo'ldi Eron bilan Izrailni shu urushi paytida Erondan mahsulotlar olib kirishda ancha-muncha muammolar bo'lib qoldi yoki travel agency bo'ladigan bo'lsa, sayohat agentligi bu yerda ham deylik Tailandga yoki Vyetnamga uchishlarda muammolar bo'ldi. Sababi o'sha paytlarda reyslar kechikdi yoki atmay bo'lib ketdi va bu to'g'ridan-to'g'ri sizni biznesingizga 100% ta'sir qiladi. Shuning uchun bu faktorlarni o'rganamiz va aynan shu marketing tadqiqot qismida mana shu 4 ta narsadan o'tamiz. Endi bundan olgan informatsiyalarimizdan kelib chiqib biz strategiya tuzib chiqamiz. Ya'ni produkt qismida bizda aynan nimalar bo'ladi, qanaqa pozitsiyalaymiz, o'zi buni kimlarga sotamiz, ya'ni shu strategiya uchun asosiy savollarimizga javob beradigan informatsiyalar olamiz. Va odatda aynan tadqiqot qismi uchun biz 1 oy olamiz va birinchi kundan boshlanadi. Ya'ni biz ishni boshladik, deylik birinchida biz tadqiqotni уже сразу boshlaymiz va 30-da yoki shu oy oxirida biz tadqiqot bo'yicha aniq natijalarni mijozga taqdim qilamiz va o'zimiz uchun ham o'sha strategiya qismiga 2-oydan boshlaymiz. Bizda ikkinchi qismi roadmapimizda bu strategiya qismi. Bu qismda nimalardan o'tamiz yoki nimalardan iborat? Birinchisi CJM, ya'ni Customer Journey Map, o'zbekchada mijoz sayohat xaritasi. Ya'ni mijoz bizani mahsulotimizga motivatsiya paydo bo'lib, uni qidirib, uni topib, sotib olib va qayta sotib olgungacha bo'lgan jarayonni ko'rib chiqamiz. Va odatda bu qismida biz o'zimizga mijoz bo'lib, aynan shu qismlardan o'tamiz va biz ishlayotgan kompaniya va raqobatchilarning kamchiligini ko'rib chiqamiz. Va shu qismda biz strategik instrument 4P by SWOT degan instrument ishlatamiz va bu instrument orqali biz kompaniyani har bitta P bo'yicha product, price, promotion, place qismlari bo'yicha o'sish nuqtalarini topamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz juda ham xursandman. Siz kam sonli o'zini ustida ishlayotgan va marketingda natija qilmoqchi bo'lgan mutaxassislardan bittasi ekansiz. Sizlarga bitta yangilik bilan bo'lishmoqchiman. O'zimizning 2025-yilgi ikkinchi aynan performance marketing bo'yicha mentorshipimizni boshlaymiz. O'zi biz 1 yilda 2 marta qilamiz. Undan oldingi bu yilgi bo'lgan kursimizda ham natijalar juda ham yaxshi bo'ldi. Umumiy 36 ta bola o'qigan bo'lsa, ulardan 29 tasi kurs tugatmasdan natijaga erishdi. Va bu bo'yicha aynan YouTube kanalimizda bio qismiga kiradigan bo'lsangiz, o'quvchilar natijalari degan qismi bor. Havola orqali hamma natijalar bilan tanishsangiz bo'ladi. Bundan oldingi qilgan kurslarimizda o'rtacha NPS 78% edi, lekin oldingi oxirgi kursimizda biz metodist bilan ishladik, har bitta produktimiz ustida ishladik va realniy keyslarni ko'paytirdik va praktikaga asosladik va shuning orqasidan umumiy 95% NPS ga ega bo'ldik. Agar siz marketingda bilimlaringizni oshirib, natijalaringizni yaxshilab, daromadingizni oshirib va eng muhimi 2026-yilda ishlaydigan instrumentlar orqali top mutaxassislardan bittasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu mentorship aynan siz uchun. Mentorshipga yozilish uchun mana shu QR kod orqali yoki akkauntni, ya'ni platformamizni bio qismida biz havola qoldirib ketamiz. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tasiz va shaxsan o'zim konsultatsiya beraman va o'zim aloqaga chiqaman. Bu raqamlashgan instrument biz 4P ni ham, SWOT ham ko'rganimizda, odatda bu matn ko'rinishidagi datalar bo'ladi va undan qanaqadir bir raqam chiqarish yoki qanaqadir insight chiqarish juda ham qiyin. Marketing bu emotsiya, lekin raqamlarga asoslangan. Shuning uchun ham biz bu instrument orqali kompaniyani bottlenecklari, ya'ni o'sish nuqtalarini topamiz va aynan shu o'sish nuqtalariga yagona sotuv takliflari, ya'ni unique selling propositionlarni ishlab chiqamiz. Undan keyin faqat endi bu sotuv uchun masalan takliflar boshqa narsalar kerak bo'lsa, brendning pozitsiyasi degan narsa ham bor. Aynan shu strategiya qismida STP instrumenti bo'yicha qaysi segmentlarni bilan ishlaymiz, qaysilariga target qilamiz va o'zimizni qanaqa pozitsiyalaymiz, boshqalardan ajralib turadigan aynan shu pozitsiyalarni aniqlab olamiz va varonkalarni ishlab chiqamiz. Ya'ni lead varonka, brend varonka va sotuv varonkalari va ushbu varonkalar orqali endi
уже biza actionga, ya'ni harakatga o'tishni boshlaymiz va eng muhimi aynan shu strategiya qismida biza marketing plan tuzamiz. Ya'ni event marketing o'zi umuman masalan 1 yil davomida yoki 6 oy, bu 6 oy va undan tepasiga odatda marketing plan tuziladi. Nima ishlar bajaramiz, qancha byudjet ketadi, qanaqa kutuvlarimiz bor va buni yaxshi tomoni bu LTV ni ham oshiradi. Sababi siz mijoz bilan o'zingizni birga ishlashingizni qanchalik ko'p ko'rsangiz, mijoz ham siz bilan shunchalik ko'p ko'radi va bu odatda planlar orqali ko'rsatib beriladi. Va ganchar shaklida qaysini qachon qilamiz va bir-biriga bizada resurslar yetadimi, bir-biriga to'qnashib qolmaydi, mana shu qismlarni aynan strategiya qismida qilamiz va odatda bu qismini ishni boshlaganimizda 2-oyidan boshlab 1 oy davomida tugatamiz. Ya'ni bizda 2 oy ichida to'liq tadqiqot va strategiya qismlari tayyor bo'ladi va biz уже aniq produktni kimga qaysi offer bilan sotish haqida уже to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz va mana shu qismidan boshlab bizada aynan shu performans qismi juda bir samarali ishlashni boshlaydi. Lekin sizda savol tug'ilishi mumkin, mana shu qismlarini qilguncha 2 oy vaqt o'tadi, mijoz bu narsaga chidaydimi degan. O'zi odatda chidashi kerak, chunki biz bu ishlarni bajaramiz, bu kompaniya uchun va bu narsalar o'zi qiymat jihatdan ham boshqa instrumentlardan ko'ra ko'proq. Sababi biz mijoz uchun va aniq strategiyamiz bo'lsa, уже sotuvda ham va boshqa narsada ham qiynalmaymiz. Lekin mijozda chidamaydi, chunki ular buni ko'rmaydi. Buni faqat oxirida, masalan 1 oy 2 oydan keyin ko'rish mumkin, lekin umumiy progressda bu sizni savdoyingizni ham o'stirib qo'ymaydi bittada. Chunki tadqiqot qilsangiz savdoyingiz o'sib qolmaydi yoki strategiya qilsangiz ham agar uni ishlatmasangiz savdoyingiz o'sib qolmaydi. Shuning uchun ham biz performance marketing degan qismini ishni boshlaganimizdan boshlab amalga oshirishni boshlaymiz. Va bu qismida ko'rsanglar bo'ladi, bir necha qismlardan iborat. Performance marketing qismini o'zi. Birinchisi lead generatsiya. Ya'ni biza mijozga agar sotuvlarni oshirib bermasak, mijoz bizdan qanaqa kutuv bo'lsa ham baribir norozi bo'ladi. Odatda mijozda 3 ta asosiy va sodda qilib tushuntirgandagi kutuvlari bor. Birinchisi bu sotuv, chunki sotuv bu pul, bu marketing investitsiya tikish uchun, boshqa uchun va motivatsiya uchun. Keyingilari подписчик va prosmotr. Odatda biznes egalari mana shu narsalar bo'yicha sizni ishingizni baholashadi. Shuning uchun ham biz performance marketing qismini srazu boshlaymiz. Va bu yerda birinchi o'rinda organika bilan ishlashni boshlaymiz. Bu yerda content marketing qismi, avtoritet o'rnatamiz, lead magnetlar bilan ishlaymiz, UTPlarni olib chiqamiz, mijozni o'qitamiz va turli ko'ngilochar kontentlar orqali shu axvatlarni, prosmotrlarni va obunachilarni ko'paytiramiz. Va SEO qismi, agar ular bilan shunaqa kelishgan bo'lsak, biz saytda SEO optimizatsiya qismini ham boshlaymiz va bu ham organik leadlar olib kelishdagi eng yaxshi instrumentlardan biri, ayniqsa O'zbekistonda. Va paid qismi, ya'ni pulli lead generatsiya qismi, bu odatda bizada ishni boshlaganimizda birinchi haftasidan boshlab birinchi leadlar, ya'ni kerakli miqdordagi sifatli leadlarni tushirishni boshlaymiz. Bu yerda o'sha targeting qismi, CASDEVimiz tugagungacha biza AB testing orqali o'zimizning gipotezalarni aynan targetingda sinab ko'rsak bo'ladi va taxminan o'sha CASDEV bitgungacha ham bizada deyarli aniq ishlaydigan offerlar va instrumentlar paydo bo'ladi. MVP qilamiz, AB testing qilamiz va o'sha landing pagelarni offerlari, strukturalari bo'yicha ishlashni boshlayveramiz. Ya'ni eng muhimi bu yerda mijozga shu birinchi leadlar kelishni boshlash kerak va birinchi oy o'zida ham qanaqadir sotuvlar bo'lishi kerak. Masalan, biz yaqinda bitta loyiha bilan ish boshlaganmiz. Aynan shu logistika yo'nalishida va ushbu loyihamizda masalan birinchi oy o'zida 40% ga savdoni oshirdik. Ikkinchi oyda 3 baravar, uchinchi oyda 7 baravar, ya'ni bizada hali strategiya va CASDEV bitmasdan oldin o'sha savdolari kamida 4 baravarga oshib bo'lgandi va mijoz bizdan 100% rozi edi. Kontekstli reklama, SEO optimizatsiya ishlagungacha Google, Yandexda qidiruvda birinchiga sun'iy ravishda chiqarish va buni siz kaliti so'zlar orqali bilasiz. Misol uchun, sayohat segmentida bir oyda 13 mingta qidiruvlar bo'ladi. Ya'ni Misrga, Sharm-el-Sheyxga, Vyetnamga, Tayvan, ya'ni shu har xil davlatlar bo'yicha shu o'zbek segmenti sayohatlar bo'yicha qidiradi. Bu degani juda katta kolичество. Va odatda kontekstli va SEO orqali, sayt orqali kelgan leadlar ancha issiq bo'ladi va sotib olish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Biz sport tovarlar bilan ishlaganimizda, masalan, saytdan kelgan leadlarda deyarli 40-50% konversiya bo'ladi. Lekin lead generatsiya orqali kelgan leadlarda taxminan 5% dan 8% gacha konversiya bo'lgan. Shundan ham lead sifati bo'yicha ham tushunib olsangiz bo'ladi.
va Telegram Ads uslugasini ham qo'shganmiz. Sababi Instagramda 11 millionta obunachi bor va juda sekin o'syapti, lekin Telegramda 27 million user bor. Bu Instagramdan ko'ra deyarli 3 baravarga ko'proq va Telegramning zo'r tomoni sizga agar masalan o'zingizni maqsadli auditoriyasi qayerda yig'ilishini aniq bila olsangiz, misol uchun men marketing bo'yicha reklama qo'ymoqchi bo'lsam, kreativ reklamalar degan masalan kanal bor, shu yerda qo'ysam bo'ladi, marketing klub degan kanal. Shunga o'xshagan kanallarni o'zingiz belgilaysiz, hattoki raqobatchilarni ham kanalda o'zingizni reklamalaringizni olib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari performance qismida biz influence marketing bo'yicha ham ishlaymiz. Shu blogerlar, Telegram kanallar, YouTube kollaboratsiyalar, faqat odatda bu qismini biz KazDevdan keyin qoldirishga harakat qilamiz. Chunki KazDevda biz shunaqa savol beramiz. Qaysi influenserni kuzatasiz, kimlarga ko'proq ishonasiz degan va mijozdan xulosasidan kelib chiqib influenserni tanlash bu ham mantiqiy va professional yondashuv bo'ladi. Va sotuv bo'limi bilan ishlash aynan performance qismida. Uning uchun shu lead generasiya kelishni boshlagandan keyin siz leadlaringizni himoya qilishingiz kerak. Sababi odatda marketing ishga kirgan paytda sotuv bo'limida katta stress bo'ladi. Nimaga? Shu paytgacha deylik 10 ta, 20 ta yoki 30 ta kunlik lead bilan ishlayotgan bo'lsa, siz 100 ta yoki 200 taga chiqarasiz va bu ularni ko'proq ishlashga, ko'proq mehnat qilishga majbur qiladi va shu stressda o'zligini himoya qilish maqsadida masalan leadlarni yomonlashligi mumkin, sifat haqida turli xil feedbacklar berish mumkin. Shuning uchun ham biz sotuv bo'limi bilan ham ishlaymiz. Bu yerda shu отказ sabablarini ko'rib chiqamiz. Nima uchun o'zi masalan leadimiz konversiya bo'lmayapti? Shu narsalarni ko'ramiz va qaysidir leadlar odatda noo'rin sifatsiz leadga o'tkazib olgan bo'ladi. Ya'ni bir marta qo'ng'iroq qilishgan bo'ladi, lekin reglament bo'yicha masalan 3 marta qo'ng'iroq qilish kerak, telefon ko'tarmadi deb o'tkazib yuboriladi yoki maqsadli mijoz bo'lsa ham o'zligida masalan to'g'ri sotila olmagan hisobiga sifatsiz leadga o'tkazadi va bu siz statistikaga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham biz sotuv bo'limi bilan ishlaymiz, RMP, skriptlar bilan ishlash, ya'ni shunga o'xshagan instrumentlar orqali biz o'zimizni leadlarimizga nisbatan advokatlik funksiyasini amalga oshiramiz. Va shu performance qismi, aynan lead generatsiya qismi, shu esingizda bo'lsin, shu ishni boshlashingiz bilan bajarish kerak. Sababi mijoz aynan asosiy kutuvlardan biri nima sizdan kutgan bo'lsa ham baribir haqiqiy kutuvi bu sotuv bo'ladi. Va biz taxminan 3-oydan boshlab traditsion marketing instrumentlariga o'tishni boshlaymiz. Shunda ham agar shu narsaga ehtiyoj bo'lsa. Ya'ni Alex Hormuzning ham bitta zo'r gapi bor. Ishlaydigan bitta biznes model top va o'sha narsaga tikadigan pulingni bir necha baravarga ko'paytirsang, savdoing shunchaga ko'payadi deydi. Ya'ni buni orqasida qanaqa logika turadi? Misol uchun bizda eng tez instrument, baribir hammanglar bu fikrimga menimcha qo'shilasizlar. Bu digital marketing instrumentlari va bu targeting. Agar targetingdan biz 100 ta lead olib kelamiz, yana budjet 2 baravar ko'paydi, 200 ta bo'ldi, 3 baravar ko'paydi, 300 ta bo'ldi. Ya'ni budjet ko'paytirgan sari lead ko'payayotgan bo'lsa, bozor katta bo'ladi va ishlab turgan instrumentni biz budjetimizni ko'targanimizda, leadlar qimmatlashib, lead soni kamaymagungacha bo'lgan etapda to'g'ri ishlayotgan instrumentga ko'proq pul tikkan yaxshi. Endi odatda biznes egalari masalan bizdan nima xohlashadi? Boshqacha ham ishlar qilib ko'raylik deyshadi. Agar bu ishlab turgan bo'lsa, boshqa instrumentlarni ishlash uchun o'zi aslida umuman hojat yo'q. Endi agar ishlamasligini boshlasa yoki qimmatlashni boshlasa, undan keyin siz boshqa instrumentlarni qidirganingiz yaxshi. Unda ham maksimal optimizatsiya qilganingizdan keyin. Shuning uchun ham bizda endi shu optimizatsiya periodiga yoki maksimalimizni topib olishimiz uchun taxminan 3 oy vaqt ketadi va 4-oydan boshlab biz traditsion marketing bo'yicha ishlashni boshlaymiz. Bu yerda branding bo'yicha, ya'ni shu tone of voice'larni ushlash, bu influencerlar bilan ishlayotganda ham, kontentda ham, outdoor, indoor, turli xil boshqa tarqatma materiallar, ya'ni boshqa kanallarni o'ylashimiz va brending haqida o'ylashni boshlashimizni biz 4-oydan boshlaymiz. Sababi boya aytganimdek, mijozning asosiy kutuvi baribir sotuv bo'ladi va brending bo'yicha ishlar odatda uzoq muddatli natijasini ko'rasiz. Ya'ni srazu bu narsani ko'rishingiz qiyin. Shuning uchun sotuvni zo'r yo'lga qo'yib, keyin parallelni brend ko'tarsangiz, oxirida o'sha 1 yil yoki 2 yildan keyin zo'r natijalar ko'rishni boshlaysiz. Va direct marketing degan instrumentda ham shu odatda 4-oydan boshlaymiz. Bu yerda shu alohida xodimlar yollash, agar misol uchun biz Elmakonda ham bu narsani yo'lga qo'yganmiz. Sababi Elmakonda biz digital orqali bizani o'zimiz maqsadli auditoriyaga taxminan 50% ga yeta oldik. Sababi bizani ko'p filiallarimiz regionlarda joylashgan va regionlarda joylashganda ham poytaxtlarimiz, ya'ni markazlarimiz odatda shu chekka tumanlarda joylashgan edi. Misol uchun Buxoroning Qorako'l tumanida yoki Xorazm Hazaras tumanida
filiallarimiz bo'lgan va ularga digital orqali yetish qiyin bo'lgan. Shuning uchun biz direct marketing orqali ularga biz o'zimizni marketing xodimlarimiz borib kommunikatsiya qilishgan. Ya'ni biz yetkazmoqchi bo'lgan messenjni ular shu offline tarzda borib qilishgan. To'lovlari masalan, bu ham traditsion biznes, bu yerda ham biz direct marketing orqali shu instrumentlarni ishlatganmiz. Va oxirgi ishlatadigan instrumentimiz, buni ham odatda shu 4 yoki 5-oydan boshlab qilamiz. Bu customer retention, ya'ni mijozni sodiqligini oshirish. Nimaga 4 yoki 5-oydan qilamiz? Asosiy sababi o'zi birinchi mijoz sodiqligini oshirish uchun mijoz kerak. Shuning uchun ham biz yangi mijozlarni olib kelish orqali, misol uchun deylik, oyiga 500 yoki 1000 ta yangi mijoz olib kelsak ham, o'sha 4-5 oydan keyin, ya'ni customer retentionni ishlatishni boshlagunimizcha ham biz taxminan 5000 ta yoki 10000 ta mijoz olib kelgan bo'lamiz va endi shu mijozlarni yoki ko'paygan mijozlar bazasini qayta sotuvlari haqida ishlasak bo'ladi. Bu yerda biz sodiqlik dasturini qo'yamiz. Agar bu biznes modeliga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz o'sha RFM texnikasi orqali biz ularga tizimlashgan aynan sodiqlik dasturini qilib beramiz va shu orqali biz uxlab qolgan aktiv, passiv mijozlarimizni 100% aniqlab olamiz va ularga turli xil trade aksiyalar, ya'ni trade aktivistlar orqali ularni uyg'otish, motivatsiyasini oshirish bo'yicha shug'ullanamiz. Referral programmalar ham xuddi shunaqa va agar biznes modeliga bu narsa to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, boshqacha retention, ya'ni sodiqlikni oshirish bo'yicha texnikalar bo'yicha ishlaymiz. Aynan mana shu 5 ta asosiy bosqichlar bo'yicha ishlaymiz. Endi bular umumiy bosqichlar, misol uchun biznes modelidan kelib chiqib yoki nishadan kelib chiqib, sizda qo'shimcha bosqichlar ham paydo bo'lishi mumkin. Lekin biz mana hozirgi paytda 25 ta loyiha va oxirgi 2 yilda 40 ga yaqin loyihalar bilan ishlagan bo'lsak, aynan shu produktimiz va shu bosqich bo'yicha hammasini olib o'tdik va masalan hozirgi paytda bemalol ayta olaman, deylik 30 ta loyiha bilan ishlagan bo'lsak, ulardan eng kamida 28 tasini muvaffaqiyatli yopdik. YouTube kanalimizni bio qismiga kiradigan bo'lsak, u yerda Telegram kanalimizga biz link qo'yib qo'yganmiz va aynan shu performance marketing bo'yicha roadmapni Xmind faylda detalizatsiyalari bilan, ketma-ketliklari bilan ushbu Telegram kanalimizga xudo xohlasa joylab qo'yamiz va siz ham xuddi shu narsalarga amal qiladigan bo'lsak, o'sha boshida aytib o'tganimizdek, pala-parcha shoular emas, ya'ni boshqa choyxona emas, sizda ham zo'r kuch-quvvat beradigan choyxona palovlar xudo xohlasa tayyor bo'ladi. Bizani qo'llab-quvvatlash uchun shu videoga like bosing, qanaqadir insightlar olgan bo'lsak, kommentariyalar qoldiring va sizda qanaqadir savollar bo'lishi mumkin marketing bo'yicha va biz shu savollardan kelib chiqib keyingi videolarni ishlaymiz. Shuning uchun bemalol hamma savollarga ochiqmiz. Shularni yozib qoldiradigan bo'lsanglar, xudo xolasa hammasiga video qilishga harakat qilamiz va eng muhimi obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu bizga keyingi videolarni chiqarishda eng katta motivatsiya bo'ladi.